Assalomu alaykum jigarlar. Mana Cobalt mashinamiz uy sharoitida injektor tozalashni o'rgatamiz. Videomiz yarmida olinyapti, uzr. Yechib olganmiz mana injektorlarni mana. Mana bunisi tozalanib bo'lgani, mana oppoqqina. Oppoq. Bulari mana tozalanmagan holati. Mana uchovi ham tozalanmagan holati. Mana bittani tozalab qo'ydim. Videoga olish kelib qoldi qo'lima. Videoga olib internetga joylash fikri kelib qoldi. Mana shpritsni olamiz, oddiy shprits, yangi shprits, 5 lik shpritsni. 5 lik shpritsni mana yangi shprits ochilgan. Mana bunday karb olamiz keyin tozalagan. Mana bunday qilamiz. 5 lik shpritsni qo'lim kelishmay qolyapti sovuqqa. Mana karbga mana 5 lik shpritsni ulaymiz. Mana shunday qilib. Mana shprits ulandi. Mana shu yerda kleylar beramiz, super kleylar. Mana super kleyimiz ham bor mana. Shu super kley qo'yib yopishadi. Hozir yana davom ettiramiz. Mana injektorimiz, ikkinchi injektorimizni chiqarib oldik. Mana bir qo'lda videoga olayotgan sababi uzilishib qoldi. Mana injektor tozalanmagan ichi. Mana qop-qora mag'ar bo'lyapti. Hozir tozalaymiz. Mana buni ichiga tiqamiz, majburlab rezinni salnigini mana tiqib, keyin bu yoqdan bosib yana qo'yib boraman hozir. Mana chiqarib oldik. Chiqarib olib mana salnikni tiqdik, ichiga 5 lik shpritsning ichiga injektorni. Mana bu yerda 12 volt tuk olib kelamiz, mashinaning o'zida mana 12 volt tortib olib kelib. Mana injektorda ikkita mana tegizib olamiz, 12 voltlik tukni akkumulyatordan kelgandi.
Netun anasini injektorni bosib, injektorning karet shuda. Bir qo'limda olayotgan sabab qilolmayapman. Hozir tozalayotganini qo'yib boraman. Mana injektorimizni mana shu tozalaymiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Top toza. Ochilib qoldi. Boyagi injektorimiz shu. Ikkinchisi. Mana yana ikkovini ham tozalaymiz hali. Mana shu karp uy sharoitida tozalash injektorda. Jem injektor, jemdiki mana. Zavod. Ko'rinayotgan bo'lsa agar. Top toza bo'ldi. Mana bular hali top toza bo'lgan yo'q, mana. Uy sharoitida. Qop-qora bo'lyapti. Mag'ar bosib ketgan. Shunday tozalasa bo'lar uy sharoitida, ustaga bormay ham. Videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Mana injektor, Cobalt'ning injektori yo'q. Mana yechib olamiz mana shunday. Hammaga yoqqan bo'lsa video like bosamiz. Like'larni bosib ketamiz.